Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'-omonmisiz? Srochno ishlarimiz haqida sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Moskovskiy oblast Mытishida hozir er-xotinlar ishga taklif qilinadi. 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan juftliklarni qabul qilishadi. Albatta, rus tilini bilish kerak. Oldingi ishlagan joyidan rekomendatsiya bo'lsa ham yaxshi. Dokument albatta shart. Водительские права va опыт вождения bo'lishi kerak. Gotovka ham частично kirar ekan. Oilada 5 kishi yashaydi. Er-xotin, 2 ta farzandi va ularning nyanalari. Bularning oyliklari birinchi oyligi juftliklar uchun 230 ming, keyin 250 mingga ko'tarib beradi. Albatta, opiti bo'lishi shart. Keyin ikkinchi ishimiz haqida sizlarga ancha oldin ham chiqarganmiz. Bu Podolskda masjidda er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Faqat 48-47 yoshgacha bo'lsin, undan ziyodini olmaymiz deyishyapti. Prava albatta bo'lishi shart. Va bularning oyliklari bugundan boshlab 180 mingga ko'tarishdi. Ishlagan bo'lishi shart emas, lekin u yerga bizani bolamiz ishlayapti. Hozir biz ishga joylashtirgan yigitimiz mana o'sha 3-yil ishlashyaptilar. Hozir bir o'zlari qolishdi, turmush o'rtoqlari O'zbekistonga qaytishdi. Faqat aytib o'tmoqchiman, agar siz namoz o'qiydigan bo'lsangiz va rus tilini yaxshi bilsangiz, albatta ish bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin, lekin yana bir tomoni bor. Bu yerda albatta qabr kovlab, maytlarni ham yuvish kerak ekan. Mana shu narsani qiladigan insonlar albatta murojaat qiling. Keyin yana anchagina ishlarimiz hozir Domodedovaga ochilgan. Bularning oyliklari 150 ming, prava shart emas. Vnukovadagi ishimiz ham 150 ming, prava bu yerga shart emas. Gotovka частично, doim emas. Bahordan o'sha 170 mingga ko'tarib beradi. Moskovskiy oblastga ham ishimiz ochilgan. Bu yerga ham prava kerak emas. Bularning oyliklari ham 150-160 dan yuqori. Anchagina ochilgan ishlarimizni kecha ham chiqarganmiz, o'sha variant berilgan. Sadovnikda ishlari va Domrobotnitsa ishlarimizga variant berilgan, gaplashishyapti. Balki bugun ertaga bu variantlarimiz ham yopilib qoladi. Azizlar, ishlarimiz bo'yicha 8977 967 77 97 8977 967 50 14 telefon raqamlariga o'ziz haqingizda ma'lumot yozing. Ko'pchilik WhatsAppdan qilyapsizlar. WhatsApp hozir Moskvada, Rossiyada ishlamaydi, zvonoklarni qabul qilmaydi. O'ziz haqingizda ma'lumot yozib qo'ying. Qayerdasiz? Yoshingiz nechida? Qaysi ishga bormoqchisiz? Qanaqa dokumentlaringiz bor? O'ziz haqingizda chiroyli, to'liqgina ma'lumot tashlab qo'ysangiz, tezroq javob olasiz. Azizlarim, sog' bo'ling, omon bo'ling.